yozishni o'rganamiz, keyin searchda yana ordering o'sha narsalarni o'rganamiz. Venue. Boshidan yaratib kelamiz. Mana shu yerda har doim chiqadi. Shunda Venue anasi versiyasiga ham to'g'ri kelmay qolsa kerak. Boshida birdan har doim shunday qilib chiqadi. Source aktivlashamiz, activate, pip install Django, Django keyin Django REST framework qo'shib REST framework. Bitta narsa bor. Hozirgi touch deymizda rec.txt qilsak, mana bu yerda fayl yaraladi. Mana requirements tekstda, keyin shunga pip deymizda freeze qilib, bunda katta belgi yozib o'sha rec.txt deb yozib qo'yadigan bo'lsak, biz o'rnatgan paketlar bor-ku, hozir Django o'rnatdik, Django resource mana shular yozilib qoladi. Bu requirements fayl bizga anada kerak bo'ladi. Server bilan ishlayotgan vaqtimizda loyiha davomida qanday paket o'rnatgan bo'lsak, hammasini shuni ichiga yozib olamiz va birdaniga serverga o'rnatib olish uchun ishlatiladi bular. Shuning uchun bizga requirements kerak bo'ladi. Xo'p, keyin ana bugun aytgandek filtrni ham o'rganamiz. Filtr uchun class visit view da o'zining kutubxonasi bor. U o'rnatib olish kerak bo'ladi. Pip install Django deymizda chiziqcha bilan filtr. Mana shunday yoziladi. Keyin uni ham anaga qo'shib olish uchun, mana requirementsga qo'shib olish uchun freeze deymizda. Bunaqa qilib rec desak, bunga ham qo'shiladi. Mana Django filtr mana 25-versiyasi ekan. 25-versiyasi chiqqanmi? Hop, endi start projectimizda config qilamiz. Project config nokta up. Endi configga tanitib olishimiz kerak. Bu yerga kiramizda. Endi biz Django filtrda ishlatyapmiz-ku, uni ham mana bu biz o'zimizning appimizga o'rnatib olishimiz kerak. Django appda REST framework deb ishlatardik-ku, mana Django filtrsida install appsga o'rnatamiz. Keyin yana REST framework o'zini ham framework va appimizning nomini o'zimizning lokal appimizda. Hop, keyin bu yoqqa pastga yozib olishimiz kerak. Anada bor ekan. Bu Django'ni filtr uchun mana default filter backend deyapti. Endi bizga yana default permission ham kerak. Permission backend ismida ham bunaqa qilamiz-da, yo'q, bunaqa qilib house bilan ichida REST framework nokta permissions nokta allow any yozib qo'yamiz. Ya'ni hal permissionlargacha ruxsat, hammasiga ruxsat degan ma'noda. Hop, bitta qarab olaylik, mana bu default classes bo'lar ekan. Backend deb yozib qo'ydim. Shuni yangilab qo'yamiz mana. Mana shu narsa. Hop, keyin yana o'z bo'ldi. Endi model yozib olishimiz kerak. Yana nimadirlar kerak bo'lsa yozib qo'yamiz. Yangilash berib olaydi. Mana shu xatolik chiqib qolgan. Class nima bo'yicha qilamiz? Product bo'yicha qilamiz. Product deyimizda model. Hop, productda nimalari bo'ladi? Name bo'ladi. Name Charfield. Yana description, text field yozamiz descriptionga. Yana nimalari bor? Price narxi bor. Bunga decimal field bo'ladi. Pullar uchun. Yana quantity, ya'ni soni integer field yozib qo'yamiz, 0 dan katta bo'lishligi uchun. Endi def str yozib olamiz, string bu nomi nima bo'ladi? Self nuqta nima create'larni ham qo'shishimiz kerak. Endi yaxshi anglasangiz, bu yerga created at datetime field. Datetime fielddan istagisi. Endi buni true qo'yib qo'yaman avtomatik qo'shishligi uchun.
Hop, bo'ldi. Endi bitta buni databazaga yaratib olamiz. Birinchi configga URL'imizni bog'lamadik. URL'imizni ham bog'lab olishimiz kerak. Buni o'chiraman, keyin include bu yoqda page deymizda AP deb AP'dan bo'layotganligini bildirish uchun buni qilib endi include chaqirib nima yozib qo'yamiz? app.urls. Hop, endi app'imizni ichiga urls.py faylni yaratib olishimiz kerak. From Django urls ichidan import qilamiz. Mana page'da kutubxonasini from deymizda viewsdan hozircha import qo'yamiz. Hali lekin shart yozilmagani uchun yulduz yozib qo'yamiz. URL patterns ga page'da kommentariy olib qo'yamiz. Endi make migration qiladigan bo'lsam Python 3 make migrations. U qildi. Endi migrate qilib qo'shishimiz kerak. Migrate mana qo'shildi. Endi bu yoqda yaraldi deb SQLite. Shu narsa ochilarmikan? Bunaqa narsa ochilagan. Shift bilan yozibman. Bo'ldi. Endi create super user yaratib olishimiz kerak. O'zimiz uchun bitta kerak super user parol admin bo'lsin. Username email shartimiz parolga admin bo'ladi. Keyin run server. Endi bu yoqqa bitta admin paneldan yozib olsak, from models import nimani product kichikcha admin register action registerda product bor plus product admin hop list displayda nimalar ko'rinib tursin, name chiqib turaversin yetadi. Keyin list filterda filtrni price bo'yicha filtr qilamiz. O'zi faqat price bo'yicha filtr qilsa bo'ladi menimcha modeldan. Boshqa narsa bo'yicha qilmasa kerak. Yana bo'ldi, admin yetadi shu. Endi serializers yozsak. Config emas, app dechidan. serializers.p from registering workdachidan import qilib olaman. Mana serializersda from modelsdan import qilish kerak productda. Hop, endi class deyman. Product serializers. Hop, serializers demanda model serializers. Model field. Model serializers. Keyin bitta narsa qilmoqchiman shu joyda qarang. Hozir bizlarda soni bor, narxi bor, to'g'rimi? Jami summani topish uchun soniga narxni ko'paytiramiz. Misol uchun 2 ta bo'ladigan bo'lsa, narxi 5000 bo'ladigan bo'lsa 10000 bo'ladi, to'g'rimi? O'sha narsani qanday hisoblanadi desalar, bu yerda bitta ochib olamiz. Total jami nima desangiz, hamma endi jami narx deylik, shuni price deylik. Jami narx degan bitta field ochib olamiz. Bu serializers ichidan char field bo'ladi. Bu nima uchun bunday ochdik sababi hozir class meta yozib modelda product yozdim-ku men. Product yozganda field'da agar men fieldga ya'ni boya get so'rovidan qaytgan datada jami summasi ham chiqishini xohlasam, total price degan bu yoqdan bitta o'zgaruvchi ochib olishim kerak-da. Bu field'ga berishim kerak. Agar ochmasdan ishtirish beradigan bo'lsam, bu product ichidan qaraydi. Product ichida total fields degan field yo'q, keyin xatolik beraveradi. O'shaning uchun bu yerda total price ochiladi. Keyin hozir yana bitta narsa name bor. Yana nimasi bor edi? Description olamiz. Price bor, keyin quantity bor. Endi bitta validate yozsak bo'ladi. Validate qanday bo'ladi? Div deymizda validate price. Self deymizda value deb bitta o'zgaruvchi ochib olamiz va endi tekshirsak bo'ladi. Agar value'ni olib kelamiz, ana value'ni yozamizda ichiga price da ko'paytiramiz. Nimaga? Value'ni quantity ga.
Shuni bitta brauzerdan tekshirib olaydi. Validation total price with price and quantity and serializer seçiladi. Price and total price decimal field qilgan ekan. Validatda price bunaqa qilgan ekan bu. Hozir bitta narsa hisobot qilgan deylikchi. Validate self data if total price teng bo'lmasa bunga total price must be equal price multiplied by quantity. Yo'q, bunaqa narsamiz. Bizga hisoblash kerak, faqat nimasini hisoblash kerak? Total price hisoblash kerak. Hisoblamoq degani total price Django users multiply with nima bilan price and quantity. Hop. Total price mana div get total bo'lar ekan. Bunaqa emas ekan. Div get olmoq total jami narxni ol. Price'da nima bo'ladi? Self deb objda keyin objga ko'paytirib objda if obj price nima bo'ladigan bo'lsa, bor bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bu yerda bu kod agar if aytadi, qarang. Agar obyekt price is not none degani nima degani? Yo'q, none hech narsa degani, hech narsani oldin not kelyapti, not emas degani, to'g'rimi? Bu yerda bu o'z-o'zidan nimaga aylanib ketyapti? Bor bo'lsa. Ya'ni agar obyekt price yo'q bo'lmasa bor bo'ladi-da, to'g'rimi? Va object quantity ham bor bo'lsa deyapti. Is not none degani bor degani. Oldin bilsangiz biz Djangoda bunday qilib yozardik. If is not none shunday qilib yozardik. Ro'yxatdan o'tish tizimini. Xuddi shunday narsa bu ham. Keyin returnda nima qilib qo'yapti? Bir-biriga ko'paytirib qo'yapti. Aks holatda deb buni mana returnda biz obyektga price'ni ko'paytiryapmiz va aks holatiga 0 da qaytarib qo'yapmiz. In total price serializer method fieldga o'zgartirib qo'yamiz. Buni char field emas. Chunki qarang, char field model uchun, to'g'rimi? Bizlar serializer method field yozishimizning sababi bizlar buni modelda yozmaganmiz, faqat serializer o'zida ta'sir qildiryapmiz-ku. Shuning uchun serializerda method fieldi bo'ladi. O'shaning uchun. Bo'ldi. Endi yana nimaga validatsiya yozsak bo'ladi? Misol uchun bo'ldi, shu validatsiya ikkalasiga yetadi. Keyin Views'da bugun yangicha usul o'rganamiz. From deymiz, mana kitobxona import qilish from REST framework ichidan generic degani bor bizga. Generic ichidan import qilamiz. Bizga nima kerak? List API view bor, faqat mana bu list uchun, bu ham list ham create uchun. Hozir biz hammasiga bitta qilganimiz uchun list API viewda chaqirib olamiz birinchi. Keyin create kerak bo'ladi bizga. Mana keyin update, keyin delete, destroy emas, destroy bo'ladi. Keyin detaildan kerak, detail o'zida bo'ladi. Mana bu anada ichida, list viewda ichida bo'ladi. Xo'p, yana bizga kerak bo'ladigan kutubxonalar nima? From deymiz, serializers ichidan import qilamiz. Nimani? Product serializersini from modelsini import qilaman. Productning o'zini. Endi class deymanda birinchi nima uchun yozaman? List uchun yozaman. Nomini product deb bizning modelimizni nomini olib qo'yib, keyin mana buni olib qo'ysak bizga yaxshi bo'ladi. Nomini qo'ysak, ya'ni tushunarliroq bo'ladi. Productni listdagi API ko'rinishi degan ma'noni beryapti hozir bu yerda. Endi buni ichiga biz list API viewda berib olishimiz kerak kutubxonani. Ya'ni bu bizga listda chiqarib berishligi uchun. Endi query set deb bitta metod ochib olaman-da, buni ichiga query set bizga nima qilib beradi? Product ichidagi hamma ma'lumotlarni, ya'ni databazadagi hamma ma'lumotlarni olib kelib beradi. Hammasini olib kelib beradi. Endi serializers class degani chiqadi mana. Serializer class, buni olamiz va serializerimiz bizda nima? Productning serializers, to'g'rimi? Buni olib endi bu yoqqa qo'yamiz. Hop, endi bitta ishlatib ko'ramiz. Mana URLsga
jo'natib pezda nima products list deylik, list bu yoqqa product list view bizaniki. Keyin as view bunda ham yozishimiz kerak, sababi bu funksiyani o'qimaydi, URL ana klassni o'qimaydi. As view bilan biz funksiya ko'rinishiga o'tkazib olamiz buni. Endi nima slash bu yoqdami? Endi postman'da bitta o'tib olamiz. Postman ochilsin. Keyin postman'da API da test ko'rsak, yana nima qo'shishimiz kerak bular? Search bilan orderingda qo'shishimiz kerak. Ochilsin. Mana. Endi bunga nima yozamiz? Bizaniki birinchi 128 API dan keyin mana bu narsani olib kelamiz. URL'dagi product listini buni olib bu yoqqa qo'yamiz. Endi bitta send qiladigan bo'lsam, mana bu narsalar kerak emas bizga. Send qilib jo'natadigan bo'lsam, xatolik berdi. Yaxshi. Qanday xatolik? Permission in self framework views da permission qanaqa nimani so'rayapti bu? Product menimcha men bunda xato ketib qoldim, yozilishdi config'da, settings'da permissions allow any. Buni olib bitta tekshirib ko'ramiz. Kutubxonasiga kirsak, dokumentatsiyasiga kirgan. Dokumentatsiyasi shunda div buni permission classes, mana shuni tushuntirish olay. O'rniga qo'yib qo'yaychi. Mana bu balkim nimadir xato yozilgan yo'q, hech narsa xato yozilmagan. Bu is authenticate'da allow any ga qo'yib allow any qilishimiz kerak. Hop, endi qaytadan bitta reload bo'ldi. Yana send qiladigan bo'lsak, nima bo'lib qolyapti bu? Websocketga o'tib ketib qoldimi? Buni API yana product list. Authentication bizga kerak emas. Yana body'da ham hech narsa kerak emas. Ya'ni o'zini jo'natadigan bo'lsak, mana bo'sh qaytdi endi bizga. Endi bitta admin panelga o'tamizda, Prezimer'da admin paneldan mahsulot yaratib olamiz. Buni ko'rishimiz uchun products'ga o'tib, products misol uchun qanaqa produktlar bor? Olma bor. Olma bu sizni sog'lig'ingiz uchun foydali. Narxi misol uchun 10 ming bo'lsin, 10 ming, soni 5 ta. Save qo'yadigan bo'lsak, endi bu yerga bitta jo'natamiz. Endi xatolik chiqdi yana. Qanday xatolik? Total price was declared on serializers but has not included in field this option. Aytayapti, mana xatoda the field o'sha maydan total price deyapti, declared e'lon qilingan serializersda, lekin field'da foydalanilmagan deyapti. Bu haqiqatan biz bu yoqqa e'lon qilibmizda, lekin nimaga qo'ymabmiz? Field'ga yozmagan ekanmiz. Endi buni yozib qo'yishimiz kerak. Qaytadan bitta restart bo'ladi serverimiz. Endi send qiladigan bo'lsam, mana endi chiqdi. Bu yoqqa olay. Buni. Mana shu data qaytdi bizdan. Nomi olmaydi haqiqatan. Descriptionga shu narsani yozdik. Narxi necha bo'ladi? 10 ming edi. Soni 5 ta. Jami narxi necha bo'ldi endi? 50 ming bo'ldi. Ya'ni biz uni nima bilan hisobladik? Mana get total price, mana get yozyapmizda. Bu bilsanglar OOP da getter va setter metodlari bor edi. Polymorphism degan mavzusida. Ya'ni nima qilib beradi? Get bizga olib beradi, set yangi datani o'rnatib beradi. Biz hozir nimadan foydalanyapmiz? Getdan foydalanyapmiz va total price degan, mana bu total price yozdik-ku, mana shu narsa getdan keyin bir xil yozilishligi kerak. Agar xato yoziladigan bo'lsa, bu ishlamaydi. Sababi o'tgan validation mavzusida ko'rsatdim. Bu yerda validate yoziladigan bo'lsa, keyin bu yoqqa nima yozilardi? Mana bu fieldda name yozilardi, to'g'rimi? Bunda ham xuddi shunday. Def get total price, ya'ni jami narxni ol deyapmanda, agar bu anolar price bilan soni bo'ladigan bo'lsa, bir-biriga ko'paytirib qo'yayapman. Buni men mana shunday qilib qo'yadigan bo'lsam ham ishlashligi kerak. 215 130.
bitta qayta jo'natadigan bo'lsam, mana yana ishlayapti. Xuddi o'zidagi data qaytdi yana. Bu ishlayveradi. Bizlarga mana shu data qaytdi. Hop, buni turaversin, mayli. Endi biza bitta narsa qo'shishimiz kerak. Name bo'yicha mahsulotlarni qidirsin va nima bo'yicha tartiblasin bu yerda. Misol uchun name bo'yicha ham tartiblasin. Uni qanday qilamiz? From deymiz mana, from REST framework ichidan search emas. Qanaqa edi? Filter degan kutubxona bor. Mana filterda ichidan input qilamiz. Search filterda mana. Search filter. Endi bu yoqqa qo'yamiz. Filter backend deb chiqadi. Search chiqmayotgan. Filter backend'da endi ichiga mana list ko'rinishida ochamiz-da, search filterda olib qo'yamiz va endi bu yerda filter backend, ya'ni search filter backend filter qilyapmiz va search da fieldslar nimalar bo'lsin, nima bo'yicha filter qilsin, name bo'yicha filter qilsin, to'g'rimi? Endi bizga ikkita data kerak bo'ladi, bittasini qidirish uchun. Ya'ni bu yerga yana bitta narsa qo'shib olamiz. Misol uchun non bo'lsin. Non yaxshi, foydali, sog'lik uchun foydali. Nonning narxi 5000 so'm misol uchun, soni 4 ta. Save qiladigan bo'lsam, endi bu yoqqa borib bitta send qilsam, mana non ham qo'shildi bizga. Endi buni search deymiz. Search. Endi qarang. Mana. Hop, men hozir bu yoqqa anaga bu datani jo'natdim. Bu search qanday bo'ladi? Bu mana bizning o'zimizni produktimizni listi, to'g'rimi? Yo'li, ya'ni API'si. Bu yerda so'roqcha bo'ladi, ya'ni bu query, bu search keladi-da, mana searchni olamiz, searchni yozishimiz kerak bu yoqqa. Mana bu yerga URLga yozadi. Search deb yozamiz, tenglik qilib nimani qidirmoqchimiz. Misol uchun nimani qidirmoqchi bo'lsak, o'shani bosh harfi yozadi. Bizda hozir olmani qidirmoqchimiz, to'g'rimi? O'shanda olmani oli deb yozadigan bo'lsa, mana bizga olma qaytyapti. Bu yerda bunday qilib mana men bu datani yubordim, oli deb qidirdim va bizga nima qaytib keldi? Olma deb qaytib keldi. Endi bizda yana anor degan anov bor, mahsulot bor. Uni A ni qiladigan bo'lsam, bitta send qilsam, hech narsa qaytmadi. Sababi nima? A ni da ko'ramiz. Bosh harfi qanaqa edi? Bizda non edi, anor yaratmadik aytgandek. Ne qilib send qiladigan bo'lsam, mana non qaytib keldi. Ato'liq yig'ish kelyaptimi? Ya'ni bizga nima qaytib keldi? Non qaytib keldi hozir. Endi buni hech narsa jo'natmaydigan bo'lsam, searchga hech narsani tinglamaydigan bo'lsam, ikkala mahsulot ham qaytib keladi. Bizda ya'ni search xuddi shunday ishlaydi. Keyin bu search filter nima qilib beryapti? Aslida buni ichida qanday kod yotibdi desanglar, bunday kod yotibdi. Filter deymizda, bunday qilib name I contains teng nimaga name. Xuddi mana shu narsa bo'lardi. Bilasam, Djangoda. Ana shu search filterda tagida mana shu narsa, mana shu kod yotibdi aslida. Tushundingizmi to'liq? Ol. Bu yerga oldi berib qo'yaman. Xo'p, endi bizga yana nima kerak? Bizga ordering field kerak. Orderingni bitta tekshirib olamiz. Ordering in Django Django REST framework deydigan bo'lsak, bunda ham o'zini xuddi searchga o'xshash bitta kutubxonasi bor. Mana filterda ichidan ordering field degan kutubxonasi bor. Ordering filter ekan. Keyin bu filter backendga, bu ham search filterdan bu yoqqa ordering field qo'yiladi. Keyin bitta narsani ko'rsatib o'taman. Qaranglar, hozir men serializers class deyapman. Serializers class deyapmanda, bu yoqqa просто product serializers o'zini yozib qo'yapman, to'g'rimi? Hech qanaqa list ham qilmadim, hech qanaqa tuple ham ochmadim. Lekin filter backendda nima qilyapman? Men list ochib olyapman. List vazifasi nima edi? Bitta o'zgaruvchida bir nechta qiymatlarni saqlash uchun ishlatiladi, to'g'rimi? Bu yerda biz nechta qiymat beryapmiz? Mana search filterda ham ordering filter degan qiymatlarni beryapmiz. Shuning uchun bizda nima uchun bu listda ochilayotgan desanglar, mana shu asl sababi mana shu narsa. Product serializers faqat
serializer chiqarsa faqat product serializer o'zi ketadi, shuning uchun bizga kerak emas. Buni anada ichida yuborish, bunaqa qilib yuborish. Agar buni shunaqa qilib yuboradigan bo'lsak ham xato berib qoladi. O'zi faqat bu unique bo'lish kerak, bir marta yuborish kerak. Ordering fields, keyin yana nimalarda order qilsin, nimalar bo'yicha ordering fields deb o'zgaruvchi ochib olamiz. Xuddi searchda, ya'ni searchda yozdik-ku bizlar. Search fields qidiradigan fieldlar nima bo'lsin, name bo'yicha qidirsin dedik. To'g'rimi? Hozir biz bu yerga kirib, misol uchun searchga name emas, description yozadigan bo'lsak, bu deb yozadigan bo'lsak, hech narsa chiqmaydi. Mana hech narsa chiqmaydi. Sababi bizlar descriptionni qo'shmaganmiz. Endi buni yana qayta jo'natadigan bo'lsam, mana chiqib kelaveradi. Endi ordering field nimalar bo'yicha tartiblasin? Xo'p, name bo'yicha tartiblasin, misol uchun. Endi bu search deb yozmayman, ordering deb yozishim kerak va nima bo'yicha name bo'yicha tartiblasin. Mana endi bu yoqqa oladigan bo'lsam, buni to'g'ri birinchi tartiblanmagan holatini ko'ramiz. Alifboda O birinchi keladimi, N birinchi keladimi? N keladi-ya? Xo'p, endi bu yoqqa name ni yozib bitta jo'natadigan bo'lsam, mana bu yoqqa qo'yamiz. Qarang. Men bu yerda order qilmasdan oldinga menga qaytgan natija. Nima qaytdi? Olma birinchi qaytyapti, name bo'yicha qilyapman. Olma qaytdi, non qaytdi. Ya'ni biz birinchi aslida ne keladi alifboda, lekin O qaytyapti. Sababi biz olmani birinchi yaratganmiz. Bu yerda nima bo'ladi desalar, birinchi yaratilgan birinchi chiqyapti. Lekin biz bu yerda ordering fieldni qo'shdik, ya'ni tartiblaydigan fieldni qo'shganimizdan keyin nima qaytyapti bizlarga? Birinchi non qaytdi, keyin olma qaytdi. Mana ko'ryapsizlar? Birinchi non, keyin olma qaytyapti. Sababi biz bu yerda nima qildik? Ordering fieldsga nima bo'yicha tartiblasin deganda name bo'yicha tartiblashni kiritib o'tdik. Endi kelinglar shunga descriptionni ham kiritib ko'ramiz, nima bo'lar ekan. Description xato yozildi-ya, description bo'lib qolibdi ekan. Xo'p, endi jo'natadigan bo'lsam va bu name o'rniga buni yozadigan bo'lsam, endi olma birinchiga chiqib qoldi. Sababi descriptionda bu bilan boshlangan. Bu nonni descriptioni Y bilan boshlangan ekan, olmaniki B bilan, Y dan birinchi oldin keladi. Shuning uchun. Keyin bu yerga xohlagancha fieldlarni jo'natsak bo'ladi. Xohlasak name'ni, xohlasak description'ni, bularni sizlar qayerdan olasizlar? Bundan olasizlar, modelsini. Price'ni ham jo'natsak bo'ladi. Hamma price'ni jo'natib ko'raylik ekan, ko'p kam bo'yicha chiqarmikan, nima bo'yicha chiqar ekan. Bu yoqqa description'ga price. Xo'p, mana kamdan boshlab ko'piga qarab chiqar ekan. Non birinchi chiqdi. Non 5000 edi, bu birinchi chiqdi, olma 10000 edi, olmaning narxi keyin chiqdi. Ana shu narsa. Xo'p, ordering fields o'sha narsa. Endi bu yoqdan searchga ham bir nechta qiymatlarni kiritsak bo'ladi. Misol uchun description'ni kiritib ko'ramiz, kelinglar. Xatdan bu olaman. Description kitirilsa, bunga kitiriladi. Endi ordering emas, bu yerga search deb yozishim kerak. Keyin men bu URLga search bilan order qilayotganda o'sha narsani esdan chiqarmaylar. Qanaqa yozilish tartibini hozir serializer yozdim. Yo'q, bu yerda yozgan ekanman. Mana bu yerda API products list bu o'zimizniki, bu o'zimiz yozganmiz. Keyin search qilguncha qaranglar, so'roqcha qo'yish obязательно esdan chiqmasin. So'roqcha bu query degan, ya'ni Google ga ham bir logo narsani qidirsak, mana bunday qilamiz, qidirgan narsani endi bu yerga qo'yaman mana. Qidiradigan bu yo'li o'zidan tokenlar yaratib tashlaydi. Mana bu Google da o'zining anosi, domeni va bu yerda search bo'lyapti-da, nima bo'lyapti? Ya'ni qidirayotganimiz uchun so'roqcha quyi, o'zi aslida quyi bo'ladi. Ya'ni Djangoda ham quyi deb yozardik. Lekin mana orderingda tartiblab ham ketyapti. Bu yerga nimalar? Bu o'zi bu narsalar, ya'ni mana bu narsalar. Products list o'shanaqa o'zi avtomatik yaratib ketadi. Bu Google endi juda aqlli ishlaydi. Buni o'chirib tashlaymiz. Zaka bunaqa ishlaydi. Tushunarli-a? Endi bizlar order qilayotgan vaqtimizda nima qilishimiz kerak? Search yozmaymizda, ordering deb yozib, nima bo'yicha order qilyapmiz? Name bo'yicha, to'g'rimi? Xuddi shuni anaga tashlayman mana. Olamanda browserga tashlayman. Browserga shunday tashlasam, mana non birinchi chiqdi, olma ikkinchi chiqdi. Tushunarli-a? Yaxshi. Endi bizga qolayotgan narsa bu pagination, ya'ni bu narsa polni git hisoblanadi, to'g'rimi? Biz ma'lumotni faqat read qilib o'qib olyapmiz git so'rovi bilan. Endi bunga biz nima qo'shishimiz kerak?
pagination qo'shishimiz kerak. Ya'ni ma'lumotlar ko'pala bo'lib ketsa, misol uchun 20 ta ma'lumotimiz bo'ladigan bo'lsa, bitta pejga 10 ta, ikkita pejga 10 ta chiqarda front-endga ber. O'sha narsani chiqarishimiz kerak. Nima deysiz? Ha, taqsimlab anaqa qilishimiz kerak. Uning uchun biz nima qilamiz? App ichidan pagination.py degan bitta fayl yaratib olamiz. Buni yaratdim. Endi brauzerga boramiz. pagination.py in REST framework. Hop. Mana pagination o'zini anasini bizga olib beradi. Dokumentatsiyasini pastroq ochsak, hop, bu narsani emas, bizlarga hozir ana muhim. Mana REST framework ichiga buni qo'yishimiz kerak. Default har doim shuni bilinglar. Biz har doim ishlatganimizda mana config ichida default qo'yiladi. Mana misol uchun default filter backend, default bo'ladi, default permission classes. Endi nima uchun qo'yishimiz kerak? Pagination uchun ham qo'yishimiz kerak mana. Qo'yildi. Bitta pejga nechtadan deyapti? 100 tadan deyapti. 100 ta bizga ko'plik, bittadan ham bitta yetadi. Endi pagination.py ichiga yaratib olishimiz kerak. From deymiz, REST framework ichidan pagination import page number pagination degan kutubxonasi bor. Bu bizga pagination yaratishga imkon beradi. Bu yoqda tushamizda, bu ham klassda yoziladi. Har doim klass deymizda nima nomi? Product deb yozib, mana buni ushtirish olib qo'ysak bo'ladi. Product page number pagination. Va ichiga nimani beramiz? Page number pagination kutubxonasini beramiz. Endi bizga bu yerda beriladigan narsalarimiz page size nechta anada qabul qiladi. Bitta page har bir pejga nechtadan mahsulot qabul qiladi. Bittadan qabul qilsin va page nomi bizda nima edi? Page size bo'ladi va maksimal page size qancha bo'lsin? Maksimal misol uchun 10 ta bo'laversin. Bizda uncha ko'p ma'lumot yo'q-ku. Endi buni qanday ishlatamiz desanglar, buni import qilib olishimiz kerak birinchi. From deymiz, nuqta pagination faylni ichidan import qilib olamiz. Nimani? Boya yozgan product page number pagination deb import qilib olamiz. Endi qaranglar. Pastga tushaman-ku, pagination classes deb yozsam o'zi chiqib keladi. Pagination desam o'zi pagination class to'liq chiqib keladi. Endi enter bosamanda bu narsani tinglab, bu yoqqa tinglab ana bitib qo'yib qo'yaman. Endi bitta send qilib ko'raman. Search emas, bizga mana bu narsa общий chiqarib bersin. Deydigan bo'lsam, endi mana bizga chiqarib beryapti. Nima? Buni olay. Qani edi? Buni jo'natadigan bo'lsam, qarang. Count degani sanamoq, soni degani ingliz tilida. Mana soni 2 ta, bizani pageimiz soni 2 ta, to'g'rimi? Biz 2 ta yaratdik. Mana keyingisiga o'tish uchun sen mana shuni bossan deyapti. Mana shu URL orqali keyingisiga o'tasan deyapti. Previous 0. Sabab bizda oldingisi yo'q. Faqat bizda 1 bilan 2 bor. Hozir biz 1 da turibmiz, 2 ga o'tish uchun nimadan foydalanamiz? Next'dan foydalanamiz. Birinchi anada pejda chiqqan rezultatlari name olma, description shu, price shu, soni, ya'ni jam narxlari chiqib kelyapti. Endi biz buni bosadigan bo'lsak, mana bu yerda o'zi URL ko'rinishi berib qo'yibdi-da. Mana shu narsa. Endi bosadigan bo'lsa ikkinchi pejga o'tadi. Ikkinchi pejga o'tsin. Internet klikka send ko'ramiz. Mana endi ikkinchi pejga o'tgandan keyin qarasanglar, mana bu next nima bo'lib qoldi? Null bo'lib qoldi. Lekin previousda bunaqa yaralib qoldi. Endi ikkinchi pejda nimalar bor edi? Non bor edi, to'g'rimi? Endi previousni bosadigan bo'lsam, oldingi pejimizga qaytadi, o'zimizning boyagi pejimizga. Send qilamiz, mana. Endi olmaga qaytdi. Mana shu narsa bizda pagination hisoblanadi. Xo'p, endi bu ma'lumotlar turaversin. Biza list qildik, listda pagination qildik, filter qildik, ordering qildik, search qildik. Endi biz bo'ldi, o'zi shu narsalar bo'ladi. Keyin create qolyapti bizga. Create, update, delete. U qanaqa bo'ladi? Class deymiz. Product tak nomni qaranglar, mana shunaqa berishga odatlaninglar. Create view kutubxonasini olib kelyapman, to'g'rimi? Create viewni olamanda mana bu product deb yozdim, o'shani yonidan yozib qo'yishim kerak. Nomi xuddi shunaqa bo'lsin, shunaqa nom berishga odatlaninglar. Bu tavkali nomlar bo'lmaydi. Create productdan bu yaxshi. Productni create APV'si bo'lyapti. Mana shu nom yaxshi. Nom xohlaganlaridek bersangizlar bo'ladi, lekin
o'zi standart mana shu qulay. O'zi misol uchun biz kelajakda hali dastur qilayotganimizda GitHub bilan ishlaymiz, boshqa dasturchilar bilan ishlaymiz. O'sha vaqtda ular bizdan kodimizni ko'radi, ha bunda create qilgan ekan deb birdaniga tushunib ketishi uchun shunaqa nom bergan yaxshi. Xo'p, endi pastga tushamiz. Bu nima deb xato beryapti? Biza yaratguncha nimalarni kiritishimiz kerak? Query setda product objectsini ol, hammasini olib kel va serializers klassda product serializers klassda serializers. Bu create uchun yetarli. Sababi biz nimadan foydalanyapmiz? Create API degan kutubxonadan foydalanyapmiz. Bu create API kutubxonasi mana o'zida aslida buncha kod yozgan. Mana ustiga bossanglar, ustiga Ctrl bilan chap tugmachani bossanglar, ichiga o'tadi. Mana create API mixin narda ichida ishlaydi. Bu mixin nima desa, hop, mixin bizda permissioningga teng. O'sha Djangoda mixin boyagi ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa kiritmasin degan narsa bor edi. Bilasanmi? O'sha narsa mixin, o'shalar bilan ishlaydi. Mana create model mixin generic API o'zi aslida mana shuncha kod yoziladi, lekin shuncha kutubxona bilan yozayotgan bunda ham, lekin biz uni bittada ana bilan chaqirib olyapmiz. 3 qator kod bilan hal qilyapmiz. Buning ichida ya'ni o'zi metodini ham tekshiradi, agar metodi post bo'ladigan bo'lsa true qaytar deb ularni ham tekshiradi. Buni olamizda nimaga boramiz? URLga paste product create deb yozamizda, buni ichiga product create API deb past ISV, ya'ni buni funksiya ko'rinishiga o'tkazib olamiz. Sababi bu bizda klassda o'qimaydi, funksiya ko'rinishiga o'tkazib olishimiz kerak. Endi buni olamizda, xo'p, endi buni olib bu yoqqa kelib bitta create deymizda, create anasi metodini yaratib postda hop ochib olsinda, internetimiz ham sekin ishlayaptimi deyman. Bu bizaga form data emas, rawda jo'natamiz. Buni 127 gacha API gacha olamanda putni nima qilaman? Post qilaman. Send qiladigan bo'lsam, mendan so'raydi mana. Name'ini kirit, description'ini kirit, price'ini kirit va sonini kirit deyapti. Endi buni shunday olamanda mana raw dataga borib, bu yoqqa jo'nataman. Name qanaqa mahsulot yaratmoqchimiz misol uchun? Laptop, ya'ni notebook bo'lsin, laptop. Description'iga works well, yaxshi ishlaydi deb yozib qo'yaman. Inglizcha bo'lsin. Keyin narxiga misol uchun qancha? $600. Soni 5 ta bor, tasavvur qilaylik, 5 ta. Endi buni bitta sent bosadigan bo'lsak, mana bizga chiqarib beryapti. Nomi laptop qaytdi, descriptioni works well, narxi $600, soni 5 ta edi. 600 ni 5 ga ko'paytirsa $3000 mana. Umumiy narxi $3000 bo'lib chiqib kelyapti. Endi biz buni gitini tekshirib olsak bo'ladi. Gitni qanday tekshiramiz? Mana buni application deymiz. Send page emas, send faqat. Endi mana nima bo'lyapti? Count'i 3 ta bo'lib chiqib qoldi bizga. Buni shunday qo'yaman. Count 3 ta bo'lib chiqdi. Bu yerdagi narsa count 3 ta. Boya nechta edi? 2 ta edi. Endi biz har bitta page uchun, qarang, har bitta page uchun mana pagination.p'da bittadan qo'yib qo'yib keling, o'shani 2 taga o'zgartiramiz. Endi bitta send qiladigan bo'lsam, send server, bu men bu xatoni olib tashay URL'dagi kommentariga olaman. Endi bitta send. Men nima bo'lyapti? Count 3 ta, birinchi page o'zida 2 ta ma'lumot chiqib kelyapti menga. Ikkinchisiga o'tadigan bo'lsam, ikkinchisida bitta turadi hozir faqat. Mana bu yerga avtomatik o'zi beradi ularni. Xo'p, mana endi soni 3 ta, result natijada laptop boyaga yaratgan anamiz chiqib kelyapti bizga. Endi keling, shuni ham biz anasini tekshirib ko'ramiz. Search deymizda teng lega teng deymiz. Bitta sent qiladigan bo'lsak, laptop. Mana bizga nima chiqib keldi? Laptop qaytdi. Oddiygina searchga a deb yozdim. Endi ordering qilish uchun name bo'yicha orderni yozaman.
Bu yerga search emas, ordering. Qarang, mana men search degandimda name qo'yib qo'ydim. Bu mendan nimani kutadi? O'sha name degan field emas, name degan mana bunday name ni kutadi. Bu yerda men non bilan olmaga o'xshash xuddi name degan narsani turish kerak edi. O'shani kutyapti. Men yuborgandim, nima berib qoldi? Hech narsa qaytaramadi. 200 qaytaryapti-da, data chiqmadi bunda. Endi buni nimaga o'zgartirishim kerak? Orderingga. Name bo'yicha ordering qil. Mana olma, non, ne odan ham, nedan ham keyin kerak ekan. Mana shu narsa. Keyin endi bizga nima qoldi? Update qoldi. Update bilan delete. Class deyman, update'da product deymanda. Keyin kutubxonani o'zi qayerdan import qilayotganini bilasizlar? Mana bu generic-dan import qilib qo'ydim boshida. From list framework-dan list view ishlatildi, create view ishlatildi, update view hali ishlatilmadi. Buni olamanda buni ichiga yozaman va product update API view ham deb yozamanda, buni tepasiga tushirib, bizga nima kerak? Query set kerak, databazadan borayotgan ma'lumotlar kerak. Bizda project, bizga hammasi borsin, product objects all hammasi borsin va serializers classda productni qana serializers ana productni serializers borsin. Endi buni ham anasini ko'radigan bo'lsa, mana generic nota payda buncha kod yozilgan ekan bunda. Mana put deyapti. Bu o'zi qarang, funksiya ko'rinishi yozgan mana. Klassda ochgan, lekin funksiya ko'rinishi yozgan. Bu narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Endi product update API ni bu yoqqa olib kelaman va paste ga berib olishim kerak. Paste deb yozaman. Product /update deymanda. Nima bo'yicha update bo'ladi? Update nima orqali qilamiz? Yo, update yangilash. Aynan o'sha mahsulotlarni nimasi bo'yicha? ID'si bo'yicha. O'sha o'zgarish har bitta mahsulotda o'zini ID'si bo'ladi. Ana shu ID bo'yicha update qilishimiz kerak-da bizlar. Uning uchun URL yoziladi. Bunday ochilib, keyin yozamiz, PK yozamiz. Ya'ni PK primary key degan. Bunday qilib endi product mana update API ni yozib qo'yaman. Men bitta narsa men ataraf xato qildim hozir. As view bunga yozmadim. Kelinglar qani shu qanaqa xatolik chiqar ekan. Hop, orderingga o'taman. Bu git emas, post bo'ladi. Update bizda nechta ma'lumot bor? Hozir refresh database. O'zi mana umuman testdan qo'yib qoldi mana. Your URL patterns product update view has invalid view. Invalid degan yaroqsiz view bor. Paste product update view as view bo'lish kerak edi deyapti mana. O'zi terminalda ham chiqarib qo'ygan ekan. Endi bu yoqqa qaytamiz, nima qilamiz? Nuqta as view. Endi bitta run qiladigan bo'lsam, endi bitta refresh. Qaranglar, endi hozir men nimasi ID'si bo'yicha update qilaman dedim, to'g'rimi? Endi bu yerda men qaysi birining ID'si nechiligini bilmayapman. Uni qanday qilaman? Bu yoqqa kelaman, mana admin panelga kelaman. Bu bizga admin panel, to'g'rimi? Men nimani qo'yib qo'yibman? Faqat name ko'rinsin deb qo'yib qo'yibman. Haqiqatan faqat name ko'rinib turibdi, to'g'rimi? Endi men ID'sini ham ko'rinishni xohlayapman. Uning uchun nima qilaman? Bu yoqqa id deb yozaman. Bu o'zi modeldan olib keladi, lekin mana bu model kutubxonasi ichida avtomatik ID ham qo'shilib keladi. Shuning uchun biza qanday edi bu ID'si? Avtomatik ID ham qo'shilib keladi. Shuning uchun biz bu yoqqa mana bunga ID yozishimiz shart emas. Qaranglar, mana model oddiygina biz model deb ishlatadigan narsamiz qancha kod bilan yasalgan ekan. Python orqa tomonida mana. Shuncha kod ketgan ekan. Biza bu orayamda agar shuncha kodni yozmaganda biza databazaga kod yozishimiz kerak edi. Boshqalashtirishda juda ko'p ekan-ku bu. Klass ichida funksiya ochib ketavergan mana shuncha kod. Buni hozir o'chirib yuboradigan bo'lsam, men loyiham barbod bo'ladi.
Shuning uchun endi refresh bosadigan bo'lsam mana ID chiqdi 1 2 3. Endi men mana shu nonni update qilmoqchiman. 2 ni bu yerga qo'yaman mana. Update yozdim va update ID'sini qo'ydim 2. Xatolik chiqdi. Aytadi page not found to restore, ya'ni bunaqa anoda seni anoving yo'q deyapti. Anov bermagan, URLing to'g'ri emas deyapti. Bunaqa yo'l bo'lmaganda. Product men product yozib qo'ygan ekanman. Product update hop. Post mana endi aytadi post metodidan foydalana olmaysan deyapti. Men update qilishim uchun nima kerak? Put kerak, to'g'rimi? Endi send qiladigan bo'lsam, mana so'rayapti name'ini, description'ini, price'ini va quantity, ya'ni sonini. Endi sonini kiritaman. Soni 4 ta bo'lsin. Men nimani update qilyapman o'zi? Nonni update qilayotgan ekanman. Narxi misol uchun 10 ming bo'lib ketdi. Keyin description'ini foydali deb yozib qo'yaman. Foydali. Name nima bo'lsin endi? Name nonmas anor qilamiz kelar. Bitta sent qiladigan bo'lsam, mana total price o'zi avtomatik qo'shilyapti. Buni mana olaman buni. Men URLda mana bu ma'lumot, mana bu narsaga murojaat qilyapman. Ya'ni update mana ko'rishingiz mumkin, bu Django'ni o'ziniki, to'g'rimi? API'ni men config'da yozganman. Product update'da bu yerda yozganman, to'g'rimi? Int chiziqcha pk. Bu yerda intni olmaydida, mana bu 2 ni ichida ham int bor, ham pk bor, to'g'rimi? Men bu yerda update ga murojaat qilyapman bu orqali. Endi update'dan men yuborayotgan ma'lumotlar bu yerda nima bo'lyapti? Yuborayotgan ma'lumotlarim mana name anor, description foydali, price shu, quantity shu. Endi bunga qaytayotgan data esa nima bo'ldi? Mana shu bo'ldi. Anor, description foydali, price 10 mingga 4 ta ko'paytiryapti, 40 mingdan javob qaytyapti. Mana shu narsa. Hop, shundan shu natija qaytyapti bizga. Endi bitta admin panelda mana ko'rishingiz mumkin, non bo'lib turibdi, to'g'rimi? Ikkinchi aydagi. Bitta refresh qiladigan bo'lsam, anorga o'zgarib qoldi. Mana ichiga kirib ko'ramiz, mana foydali, description nomi anor, price shu. Bu undan oldin non turadi, ya'ni bizda update ishladi. Yaxshi ko'rinyapti. Mana foydali. Bo'ldi. Hop, endi bizga nima qolyapti? Delete qoldi. Class deyman. Delete uchun product deymanda destroy APView. Buni copy qilib olaman va bu yoqqa qo'yaman. Endi delete qilish uchun ham databazalarga ma'lumotlar kerak. Hozir bitta delete qilib olayda. Tushungan narsa. Query reset. Xuddi mana buni bitta copy qilib olib qo'ysam bo'ladi. Ya'ni o'chirganda databazalarga hamma narsani o'chirib yuboradi, IDs bo'yicha, serializerslarga ham hamma narsani o'chirib yuboradi. Endi destroy kodda ham buncha narsa bilan yozilgan ekan. Endi buni olib kelaman, URLsga qo'yaman bu yoqqa. Paste deyman. Productni nima qilmoqchiman? Delete qilmoqchiman, to'g'rimi? Bu yoqqa ID'sini ham berib o'taman. ID pk product destroy view as view, ya'ni funksiya ko'rinishga o'tkazib qo'yaman va qavscha kerak. Qavschani ishlatilish sababi nima desanglar, bizada bilasizlar, funksiya degan mavzu bor. Funksiyani qaysi kalit so'z bilan yaratamiz? Def bilan funksiya kalit so'zini yaratamiz. O'shanda returnda biz nima qilamiz? Ichiga misol uchun a ga b ni qo'shamiz yoki hello world deb chiqaramiz. O'shanday payt bizlar u yerda def funksiyasi chaqiryapti-ku, qavs qo'yishimiz shart emas. Hozir bu ham bitta funksiya, lekin bundan hech narsa chaqirilmayapti, to'g'rimi? Bu yerda def kalit so'zi yoki lambda kalit so'zlari yo'q. Chaqirmayotganligi uchun biz qavscha qo'yishimiz kerak. Bu ana chaqirayotganligini bildirish uchun funksiya. Endi dev product delete ni olaman va bu yoqqa bitta delete qilib ko'raman endi. Misol uchun list emas. Endi birinchidagi anada delete qilmoqchiman. Birinchi ID'dagi mahsulotni.
Birinchi IDda bizda nima bor edi? Birinchi IDda olma bor ekan. Bitta sen tıklaydigan bo'lsam, gitmas delete ga o'zgartiraveraman. Mana hech narsa aytmadi. 204 no content, ya'ni o'chib ketdi deyapti. Bitta refresh, biri yo'q. Tushundinglarmi? Endi bu yoqqa bitta data yuborib qo'ysak ham bo'ladi. Datani with source destroy view in views.py with response. Response ham qaytarsinchi. Qanaqa bo'lar ekan? Ha, bu response kerak emas, ancha narsa o'tdi ekan. Bo'ldi, mana shu narsa ida bugungi darsimiz. Videoni o'chirib. Video 50 minutlik bo'ldi.